Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa biz Shahrixonga yetib keldik. Ish jarayoniga ko'rib turibsizlar. Ish jarayoni bo'lyapti. Balandligi ham mana 2,5 metr lesalar tikilib ishlar ketmoqda. Simlar ham juda ko'p, ehtiyotkorlik bilan ishlashyapti bolalar. Kaziroda old tomonlarni qatirib chiqishyapti. Bu yerda biz 0.35 listdan foydalanyapmiz. 90 grassli tunikafon 90 grassli shapka deymiz. Karnizi avalning karniz. Tumaloq karnizimiz avalning bo'lib chiqqan. Bu yerlarni xudo xolasa bu obyektimiz polностью bitganda sizlarga YouTube kanaliga joylashtiramiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, jeluzi parda, jeluzi. Bu joylarni tagini ochilib yopiladigan qilib beramiz. Ichkari tomonlari ham xudo xolasa ancha-muncha joylari bo'lib qolgan. Ichkari tomonlarini ham ko'rsatib o'taman, ko'rasizlar. Balandligi chamasi bir 7 metr. Mana bu tomonlari ancha baland. Bu ish xudo xolasa bitganda YouTube kanaliga joylaymiz. Bu obyektga juda ko'pchilik kelgan, tunikafon bergani, qilib beraman deb kelishgan, o'lchashgan, hisob-kitob qilishgan. Balki aqli yetgandir, balki pulini kelisholmagandir, balki aqli yetmagandir qilib berishgan. Xudo xolasa bu obyektni polностью bitkizib beramiz. YouTube kanaliga joylaymiz, necha pulga bitgan, shularga chiqaramiz. Ichki tomonlari mana, ichki tomonlari. Ichiga kiramiz. Ichki tomonlari bu yerlar. Ichki tomonlarida ham ozgina ishlar qo'ygan. Bu yerda jeluzi pardasi bo'ladi, ochilib yopiladigan bo'ladi. Bu obyektga 171 kvadrat hisoblaganmiz. Xudo xolasa oxirida chiqqan kvadrati bo'ladi. Mana bu suv trubalarini ham tushirib bermoqdamiz. Ular отдельно hisoblanadi. Suv trubalari tushishi 145 ming so'mdan hisoblanadi. Uzr, adashib ketdik. 45 mingdan hisoblanadi metri. Kimga shunaqangi chiroyli, go'zal ishlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoningizda shunaqangi go'zal qilib chiqarib beramiz. Bu yerlarda ozgina chala ishlari bor. Burchaklar, polностью ko'rib turibsizlar. Burchak bo'lib chiqargan hamma joyi. Bu yerda qo'l mehnati, birinchi o'rinda qo'l mehnati bo'lgan bu yerda. Juda vaqt oladi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoningizda shunaqangi go'zal holatga keltirib beramiz.